Assalomu alaykum qizlar. Hammanglar yaxshimisizlar, sog'misizlar? Demak, 15-darsimizga yetib keldik. Bugungi darsimiz maqsad qo'yish. Qo'rquvlarni yengib bo'ldik. Endi maqsad qo'yishimiz kerak va maqsadimizga yetishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Bugungi darsimiz ham juda ham muhim va juda ham manfaatli dars bo'ladi, qizlar. Demak, maqsad qo'yish nima? Orzuni maqsadga aylantirishdan boshlaymiz. Yil oxiridamiz, qizlar. 25-yilning oxirgi kunlarida turibmiz. 26-yilimiz biz uchun yangi umrimiz yana bir sahifasini ochadigan kunimiz, yilimiz. Demak, 2026-yil uchun maqsadlar qo'yaylik va bu maqsadlarimizga inshaalloh erishaylik. Shuning uchun sizlar maqsadlarga erishsanglar, men ham qaysidir ma'noda siz bunga sababchi bo'lsam, juda ham xursand bo'laman. Maqsad kimdir juda ham ko'p orzu qiladi, lekin orzulariga yetishmadi deydi. Demak, u orzusini maqsadga aylantirmagan bo'ladi. Orzular qilaveramiz, orzular osmonlarda uchamiz. Orzular qilamiz dunyo podiumlariga chiqish uchun. Orzular qilamiz, juda ham katta sexlarimiz bor, yuzlab minglab ishchilarimiz bor. Orzu qilamiz, atelyemiz bor, juda ham katta ko'p ishchilar ishlatyapmiz, juda ham klientlarimiz ko'p, juda ham qimmat narxdagi nimalar tikyapmiz, zakazlar tikyapmiz. Orzular juda ko'p va mana shu daromadimiz orqasidan albatta katta uylar, mashinalar, kimdir tillalar, taqinchoqlarni orzu qiladi. Va bu shunchaki orzuligicha qolib ketishi mumkin. Lekin mana shu orzularni maqsadga aylantirganingizda albatta mana shu orzularingizga albatta yetib borasiz. Maqsad bu orzuga yetib borish yo'li, qizlar. Mana shu yo'lni o'zingiz ko'ra olsangiz va mana shu yo'lni o'zingiz uchun chiza olsangiz, albatta orzularingizga yetib borasiz. Bu xayollarda qolib ketmaydi. Maqsadga yetishni eng asosiy nimasi bor? Siri bor. Maqsadni birinchi bo'lib real qo'yish kerak. Ya'ni osmonlarda uchmasligingiz kerak. Hozirgi hayotingizdan kelib chiqib turib maqsad qo'yishingiz kerak. 1 yilga qo'yadigan maqsaddan kelib chiqib aytamiz. 5 yildan keyingi maqsadingizga yetib borish uchun 5 ta 1 yildan kerak bo'ladi. Demak, 5 ta 1 yilning ichida har bir yilda nimadir qilasiz, 5 yildan keyin ana shu eng katta maqsadingizga yetib borasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, maqsadni davomli qo'yish kerak. Misol uchun aytaylik, men juda ham og'riqli anaqam bor, o'zimni ham qizlarim borligi uchun, doimiy ayollar bilan ishlaganim uchun, har doim qo'limda turmushga chiqish arafasida turgan qizlar bo'lganligi uchun va bularga ham har doim aytaman, juda ham men og'rinadigan anaqam bor. Ya'ni maqsad bu niyatda, mana shu maqsadni noto'g'ri qo'yish. Turmushga chiqsam, to'yim unaqa bo'lsa, to'yim bunaqa bo'lsa, manaqa yigitga turmushga chiqsam, qaynam bunaqa bo'lsa, uylari bunaqa bo'lsa, mashinasi bunaqa bo'lsa, mana shu turmushga chiqish paytini niyat qiladi, maqsad qiladi va davomiyligini maqsad qilmaydi, qizlar. Va mana shuning uchun turmushga chiqqandan keyin xuddi o'zi niyat qilgan narsani Alloh beradi. Zo'r uylar, chiroyli yigit, yaxshi ish ishlaydi. Hammasi zo'r va undan keyin to'xtab qoladi. Davomli bo'lish uchun men mana shunaqa joyga turmushga chiqaman, mana shu insonga turmushga chiqaman. Men bir umr, misol uchun, erimni sevimli turmush o'rtog'i bo'laman. Men bir umr qaynonamning sevimli kelini bo'laman, qizi bo'lib ketaman. Men uyda bunday yashayman, men uyda bunday yashayman. Men bu uyda bitta, ikkita, uchta, to'rtta farzandli bo'laman deb davomli maqsad qo'yish kerak. Xuddi shunga o'xshab qaysidir qizlar ko'rayotgandir, niyat qilishda, maqsad qilishda ehtiyot bo'lishimiz kerak, qizlar. Xuddi shunga o'xshab men ateliye ochaman. Ateliyemda bunaqa narsalar bo'ladi, jihozlar. O'zimdan kelib chiqib aytyapman, qachonlardir qilgan meni maqsadim, orzuim bo'lgan. Va shunaqa chiroyli bo'ladi, ishchilar ishlataman va mana shu ateliyemni rivojlantiraman. Boshida 2 ta ishchi olaman, keyin 4 ta qilaman, keyin 5 ta qilaman, 10 ta qilaman va undan keyin birinchi klientlar uchun qilamiz, undan keyin sotuv uchun qilamiz va undan keyin yillarigacha maqsad qilishni o'rganinglar, qizlar.
atelye ochsam bo'ldi, u yog'ini eplab ketaman. Ko'chaga chiqib olsam bo'ldi, u yog'ini eplab ketaman. Men chiqib olay, atelye ochib olay bo'ldi. Bu noto'g'ri maqsad. Shuning uchun bu ikkinchi etapimiz. Keyingisi maqsadni albatta yozing. Yozmasangiz xayollaringizda qolib ketadi. O'tirib maqsadni yozing. Misol uchun 2026-yil uchun 40 ta maqsad yozing. 40 ta yozing. Chunki sizni juda ham ko'p orzularingiz, juda ham ko'p niyatlaringiz, men aniq bilaman. 40 ta maqsadni o'tirib olib, siz uchun hozir muhim bo'lmaganlarini 35 tasini o'chirasiz. 5 tasi qolsin. Demak, mana shu 5 tasi siz asosiy maqsadingiz bo'ladi. Va mana shu 5 tasini 5 bo'ldi. Mana shu 5 ta maqsadga yetish yo'llarini, qadamlarini yozib chiqamiz. Demak, sizning asosiy maqsadlaringiz qoldi 5 tasi. Va bu maqsadlarga erishish uchun hozir sizda nima bor? Qarang, realniy atrofingizga qarang. Hozir nima bor sizda? Bilim bor, mashinka bor, nimadir, atelyega kerakli bo'lgan narsalarni qarab chiqasiz. Borlarini yozasiz va yana nimalar qo'shimcha qilish kerakligini yozasiz. O'zingizni hozirgi moddiy holatingizdan kelib chiqib. Juda ham katta atelyelarga o'zingizni solishtirmang. Ular ham etapma-etap hozirgi holatiga kelgan. Undan keyin eng avvalo katta pul topish uchun ishingiz mana shu katta pulga yarasha bo'lishi kerak. Ya'ni siz tikayotgan ishingiz, siz xizmat ko'rsatamiz, siz ko'rsatayotgan xizmatingiz mana shu qimmat pulga arziydigan bo'lishi kerak. Misol uchun men sizga katta pulga kiyim tiktirmoqchi bo'lsam, ko'p pul bermoqchi bo'lsam, qimmat deylik, qimmat narxda tiktirmoqchi bo'lsam sizga mana shu qimmat narxda, mana men chevarimiz u tugmaylarni tushib qolgan, ro'molni bekitib qo'yaman. Qimmat narxda xizmat ko'rsatishingiz uchun sizda nimangiz bor? Buni ham albatta ko'rib chiqing. Albatta ko'rib chiqing. Demak, nima uchun menga odamlar kelib, menga ko'p pul to'lash kerak? Bunda sizda javob bo'lishi kerak. Shart. Javoblaringiz bo'lishi mumkin. Juda ham chiroyli muomala qilaman. Har qanday odam bilan kelisha olaman. Va juda ham ishimni qalbdan qilaman, shuning uchun juda ham sifatli chiqadi. Va servis ko'rsatishim, mijozlarni kutib oladigan alohida joyim bor. Kichkinagina bo'lsin, chiroyli kichkinagina joy bor. Sizni kutib o'tirish uchun, siz suhbatlashish uchun siz bilan. Ya'ni qimmatroq narx pul to'lash uchun sizga klientingiz uchun qulay joy bo'lishi kerak. Kelib atelyeda eshigini tagida tikka turishgan klientingiz sizga yaxshi narx bermaydi hech qachon. Va mana shularni yozib chiqasiz. Mana shularni qila olaman va mana shularni yana qilishim kerak. Bu keyingi etapimiz. Asosiy maqsadlar topib oldik va atelye uchun. Men faqat o'zimiz yo'nalishimiz atelye uchun qilyapman. Xo'p, undan keyingisi shu, undan keyin sizga kelib kimdir ko'proq pul to'lash uchun nima qilib bera olasiz? Ishimga javob bera olaman, zo'r tika olaman desangiz, demak siz yaxshi pulga chiqa olasiz. Bilimingiz bor va yana rivojlanish uchun vaqtingiz, xohishingiz bor. Hammasini qila olasiz. Tartib bor. Pokizalik bor. Bo'lsin qizlar. Kirganda odamdek mazza qiladigan, joziba bo'lsin. Mayli qimmat narsalar bo'lmasin, lekin toza, oqlangan, ko'klangan, chiroyli xona bo'lsin, sifatli bo'lsin. Va shu bilan birgalikda siz boshida aytganimizdek, sizni kiygan kiyimingizga qarab ham baho beradi. Didni rivojlantirish kerak. Didni rivojlantirish uchun qizlar kurslarda o'qishingiz kerak, shart emas, kerak. Boshlang'ich joyiga Pinterestga kirib, yana doimgidek stilistika deb poisk qilsangiz, juda ham chiroyli ranglarga moslash, kiyinish o'zingizni mana bu ichingizdagi psixologiyangizdan kelib chiqib, o'zingiz kiyganingizda noqulay his qilmaydigan kiyimlarni stillarini ko'rib, mana shu stillarni ranglarini tanlashingiz mumkin. Bunda siz o'zingizni
didingizni rivojlantirasiz. Demak, bu faqat o'zingiz uchun emas. Sizni qancha didingiz rivojlangan sari klientingizga nimadir tavsiya bera olishingiz ham rivojlanadi. Maqsadlarni yozib chiqamiz, qo'yib chiqamiz va maqsadni aniq vaqti bo'lsin. Misol uchun, men 2026-yilda ateliye ochaman emas, 2026-yilda fevral oyida men ateliye ochaman. Nima uchun fevralda? Sababi martdan boshlab hamma nimasi o'zgaradi. Qishdan bahorga o'tadi. Kiyim o'zgaradi. Bahorda kiyim qalin kiyimlarni yechib, hamma chiroyli kiyimlar kiyishni boshlaydi, kostyumlar. Va men bularni tika olaman va mana shundan boshlab o'sha foydaga kirib ketaman. Fevralda olsam, remont qilib, endi chiroyli qilib, jihozlab, o'sha klientlarni yig'ishni boshlayman, e'lonlar beraman, qanaqadir bannerlar chiqaraman, reklamalar qilaman va bahordan boshlab qilsam, martda qilishni boshlasam va aprel oyida o'sha ikkita ishchi olaman. Va yozga chiqib bu ishchimni 4 taga aylantiraman. Va men butunlay tikishdan anaqa qilaman. Va mana shu tushgan daromadimni ateliyem o'ziga sarflagan holimda 2026-yilda mart oyida chiqsam, aprelda ikkita ishchi olsam, menga yana ikkita mashinka kerak. Yoki siz bichib berasiz, ikkita ishchingiz tikadigan bo'lsa, yana bitta mashinka qo'shaman. Martgacha bitta mashinkaga yarasha pul qilishim kerak. Ikkita bo'ladi va ikkita ishchi ishlatib o'zim bichishda davom etgan holimda yana ikkita ishchi olsam va yana ikkita mashinka olishim kerak. Balki bitta olib bichishni ham ishchingizga berishingiz kerak. 3 ta mashinkada 3 ta tikuvchi, bitta bichuvchi bilan normal natija qilib, normal pul topib tursangiz bo'ladi 2026-yilga. Va shu bilan birga siz qo'lingiz bo'shaganda siz rivojlanishni boshlaysiz, ilm olishni boshlaysiz va faqat klientni ko'ylagini o'ylashdan to'xtaysiz-da. Klientga tikadigan ko'ylak berishim kerak, soatda tikishim kerak, soatga topshirishim kerak, undan keyin mont tikishim kerak, undan mana va nima shu bilan band bo'lib qoladi. Mana shu band bo'lgan o'y fikrlarni ishchilarga tarqatib, sizni endi e'tiboringiz mana shu ateliyeni rivojlantirishga qaratasiz. Nima qilsam, ko'proq pul topaman va siz ko'proq pul topsiz, ishchilaringiz ham ko'proq pul topadi, ularga motivatsiya berib turing. Ishchi qachon sizni ishlaydi? Kelajagini ko'ra olgan. Har doim bir xil oylikka ishlaydigan joyda qolmaydi, qizlar. Ishchilar rivojlanishingizni, sizni 2026-yildan ko'ra 2027-yilda yana ham rivojlanishingizga ishongan ishchilar ketmaydi, siz bilan qoladi yoningizda. Attido yozib chiqing. Va faqatgina 2026-yilda ochaman, kuzga borib men 10 ta chevarim bo'ladi. Balki bo'lar. Sizni mana shu joyingizdan kelib chiqib. Balki siz ko'p qavatli uylar ichida yasharsiz. Ko'p, misol uchun nima deydi? Toshkentda kvartal deyiladimi? Bizda mikrorayonlar deyiladi. Juda ham katta domlar ichida yasharsiz. Peridelka ko'p bo'lishi mumkin. Bitta tikuvchingizni peridelkaga o'tkazaman. Maqsad qo'ying. Faqat peridelka qiladi. Yoki boshqa narsa. Agarda siz diniy anaqalar joyida bo'lsangiz, shunga qarab nimadir. Yoki balki parda chevardirsiz siz. Parda bo'yicha reklamalaringiz, parda bo'yicha chevarlar istashda shunaqa. Va albatta internet tarmoqlarida ish yurgizing qizlar. Albatta. Mana shu meni xatoyim, mana haligacha meni anaqam minusim. Internet tarmoqlarida hozir zamon talabi bo'lgani uchun, balki men yoshim jicha nima bo'lib qolgandir. Yoshlikda mediaga, internetlarga nima kuchli bo'ladi-da, ishtiyoq bo'ladi. Albatta internet tarmoqlarini maqsadingizga qo'shing. Instagram, Telegram, albatta Telegram bo'lishi shart. Instagram, YouTube ko'proq ekspertlarga xos deb o'ylayman. O'zi mutaxassis bo'lib ketganingizdan keyin Instagram, Telegram juda ham muhim. YouTube ham muhim. Demak, maqsadni qo'yamiz, yozamiz va maqsadga erishish qadamlarini ko'ramiz. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. O'zingizda borini ko'rasiz, kamini qo'shasiz, maqsadni aniq vaqtini qo'yasiz, balki yanvar oyidan ocharsiz. Ateliyeda juda ham rivojlantirganimdan keyin 27-yilda shogirdlar olishni boshlayman va buncha sondagi shogird olaman.
buncha narxdan olaman va keyin buni buncha narxga ko'taraman. Sababi meni bilimim oshgan sari narxim oshadi. Tushundinglar-a? Men bu yilga o'rgatgan narximga, bu yilga o'qitgan narximga o'quvchilarimni keyingi yilda o'qitmayman. Hech qachon. Albatta narxini ko'taraman. Men nima sababdan? Men keyingi yilga bu yildagi bilimim bilan o'tmayman. Pul sarflab, men bilimimni oshirgan bo'laman va sarflagan pulimga yarasha bilimim oshgani uchun endi oldin kichikroq, misol uchun bilim bergan bo'lsam, keyingi yildagi o'quvchilarga bundan kattaroq bilim bergan sababli narxi ham kattaroq bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab siz ham narxingizni ko'tarish yo'llarini qidiring. Bucha faqat bilim. Demak, bugungi dars mana shu yerdan iborat. Bu darsni 5 martadan kam ko'rmang va albatta yozing. Yozmasangiz foydasi bo'lmaydi. Umuman foydasi bo'lmaydi. Bilimni olganingiz bilan buni amalda qo'llamasangiz befoyda qizlar. Demak, bugungi darsimiz hamma uchun manfaatli bo'lsin. Ikki dunyoyimiz uchun foydali bo'lsin qizlar. Sog' salomat bo'ling. Olg'a qizlar. To'xtamaymiz, tezlashamiz, maqsadga qarab birgalikda boramiz va albatta natijalar bilan bo'lishamiz. Sog' bo'linglar.